Assalomu alaykum hammaga. Men video olishga qaror qildim. Mana akvarium bir oydan oshiq vaqt o'tdi. O'tlar o'sib yaxshi bo'lib ketdi. Yana buni filtr qo'shdim. O'zgardi. O'tlar yaxshi, marullar hammasi yaxshi. CO2 ham yaxshi ishlayapti. Hammasiga o'tlarga zo'r foyda beryapti. Maslahatim, agar o't o'stirsanglar, bizatni CO2 xili. Chunki CO2 siz menimcha o'tlar o'sishi qiyin bo'ladi. Ko'ksallar bo'ladi, mana hamma o'tlar. So'ta endi kesib ozgina joy-joyiga tushirib olaman hozir. Uni o'stirishga niyatim. O'stirib olsam, keyin o'zim ko'raman qaysi biri qanaqa o'sayotganini, o'shanga qarab sekin ularni strich qilib, ba'zan kesib, o'ziga keltirib joy-joyiga solaman. Shular bilan bo'lishim keldi o'zim akvariumni. Hammaga rahmat. Kimgadir agar maslahatingiz bo'lsa bersanglar xursand bo'lardim. Nimalar o'zgartirish, nimalar kerak. Baribir ham O'zbekistonda baribir bilaman, ko'plarni opiti bor bu narsaga. Akvariumistga ko'paygan. Bir maslahat bersa xursand bo'lardim. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.